Osmani sultanları Sultan 6. Mehmet Vahiduddin Osmani dövletining 36. padişahı. Hüküm sürgen devri 1918 yildan 1922 yilgacha. U Osmani dövletining 36 ve oxirgi padişahı bolup, akalariga qaraganda texmi yaxshi tarbiyalandi. Arab ve Paris tillerini bilatdi. İslam qanunshunosligi haqida mo'l bilimga ega edi. Padişahlıqning tunji yillari Birinchi Dünya urushi oxirlashdi. Osmani dövleti ittifoq davlatlar bilan Mondorus urush to'xtatish bitimi imzoladi. Bitimdan keyinla Anatoliya tuproqlari ishg'olga uchirdi. 35 ming kishilik dushman kuchlar Istanbulga chiqdi. Bu vaziyatga hech kim, hatto padişahmi aralasholmadi. Ishg'oldan keyin padişahning qisman yordami bilan milliy kuch harakati boshladi. Padişah Vahiduddin Anatoliyadagi qarshilikni imkoniyatining yetishicha qo'llab-quvvatladi. Biroq İngilizlarning bisimi tufaylidan bu yordamlarni yo'shirishga majbur bo'ldi. 1922 yili 1 noyabr Türkiye Büyük Millet Meclisi padişahlıqni bekor qildi. Vahiduddin Osmani dövletining eng qiyin davrida taxtda o'ltirgan edi. Ishg'ol ostidagi poytaxtda mahbus bo'lib yashashga majbur bo'ldi. U "Men millatning cho'g'liq kuli ustiga o'ltirdim. Saltanatning qushbaylik silinjilarida o'ltirib ko'milmadim. Bu ishlarni hech kim bilmaydi. Millatga ma'lumot berolmaydi" deb ichinishlik ahvolini o'ttirg'a qo'ymoqda. Maltada uzun turmagan Vahiduddin jiddiga bordi. U yerdan Sanremoga kelib o'rinlashdi. Yurak kasali bilan 1926 yili 16 may vafot topdi. الصديق فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان